Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. Bugun juda muhim mavzuni muhokama qilamiz. Bu har biringizga tegishli bo'lishi mumkin va sizning hayotingizdagi eng qimmatli mulkingiz, kvartirangiz taqdiriga bevosita daxl qiladi. Gap shundaki, oxirgi paytlarda qonunchilikda jiddiy o'zgarishlar yuz berdi va bu o'zgarishlar ayrim hollarda fuqarolarning o'z turar joyidan ayrilishiga sabab bo'lishi mumkinligini anglatadi. Bu shunchaki qo'rqinchli sarlavha emas, balki qonuniy jarayonlarning kuchayishi bilan bog'liq real xavf. Shu sababli har biringiz bu ma'lumotni oxirigacha diqqat bilan tinglashingiz shart. Bu video sizning uyingizni himoya qilishga yordam berishi mumkin. Kanalga hoziroq obuna bo'ling va like bosing. Shunda muhim ma'lumotlarni o'tkazib yubormaysiz. Muammoning mohiyati avval qanday edi va hozir nima o'zgardi? Keling, dastlab vaziyat avval qanday bo'lganini tushunib olaylik. An'anaviy tarzda shaxsiy mulk huquqi, xususan turar joyga egalik qilish huquqi bizning qonunchiligimizda juda kuchli himoyalangan edi. Odatda fuqaroning yagona turar joyini hatto jiddiy qarzlar uchun ham tortib olish juda murakkab jarayon hisoblanar edi. Ko'p hollarda sudlar ijrochilar tomonidan yagona turar joyini sotishdan saqlanishga harakat qilgan. Ayniqsa, agar qarz miqdori kvartiraning bozor qiymatidan ancha past bo'lsa, bu fuqarolarni uy joysiz qolishdan himoya qilishga qaratilgan bir turdagi ijtimoiy himoya mexanizmi edi. Deyarli har qanday holatda ham qarzni undirish bo'yicha sud qarori bo'lsa-da, ijro harakatlari davomida qarzdorning boshqa mol-mulki, masalan avtomobili, bank hisob varaqlaridagi pullari yoki boshqa mulklari birinchi navbatda olib qo'yilardi. Faqat shu mulklar yetarli bo'lmagan taqdirdagina va juda istisno holatlarda yagona turar joy masalasi ko'rib chiqilardi. Bunda ham oilaning ijtimoiy ahvoli, voyaga yetmagan farzandlarning borligi kabi omillar inobatga olinardi. Shuningdek, jarayon juda uzoq va murakkab bo'lib, bir necha sud instansiyalardan o'tish talab qilinardi. Endi esa vaziyat biroz o'zgardi. Oxirgi qonunchilikdagi ba'zi tuzatishlar va sud amaliyotidagi o'zgarishlar natijasida, ayniqsa kommunal xizmatlar uchun to'lovlar, ipoteka kreditlari va boshqa yirik qarzlar bo'yicha uzoq muddatli va katta miqdordagi qarzdorlik yig'ilgan taqdirda yagona turar joyini tortib olish mexanizmlari biroz soddalashdi va sud ijrochilarining vakolatlari kuchaytirildi. Bu degani endi sud ijrochilari va kreditorlar uchun qarzdorning yagona turar joyiga da'vo qilish imkoniyatlari ortdi. Bu bir tomondan to'lov intizomini oshirishga qaratilgan bo'lsa, ikkinchi tomondan o'z vaqtida chora ko'rmagan fuqarolar uchun jiddiy xavf tug'diradi. Asosiy o'zgarish shundaki, agar qarz juda katta miqdorda bo'lsa va sud qarori bilan tasdiqlangan bo'lsa va qarzdorning boshqa mol-mulki ushbu qarzni qoplashga yetmasa, yagona turar joy ham tortib olinishi mumkin bo'lgan aktiv sifatida ko'rib chiqilishi mumkin. Bu jarayon avvalgidan ancha tezroq va qat'iyroq amalga oshirilishi mumkin. Shuning uchun bugungi kunda har qachongidan ham ehtiyotkor bo'lish va o'z majburiyatlaringizni to'g'ri bajarish muhimdir. Asosiy qism 1. Nimalarni bilishingiz kerak, kim xavotir olishi kerak va kim xavotir olmasligi kerak. Bu yangi qoidalar qanday ishlaydi va kimga ta'sir qiladi? Keling, har bir jihatni batafsil ko'rib chiqamiz. Nimalarni bilishingiz kerak? Birinchi navbatda shuni yodda tutingki, kvartirangizni shunchaki hech qanday sababsiz tortib olish mumkin emas. Bu har doim sud qarori va ijro harakatlari natijasida yuzaga keladigan jarayondir. Kvartiradan mahrum bo'lish odatda ikki asosiy holatda yuz beradi. Astirish qarzlar uchun. Bu yerda eng ko'p tarqalganlari kommunal xizmatlar, gaz, elektr energiyasi, suv, kanalizatsiya, issiqlik ta'minoti, uy-joy kommunal xizmatlari uchun uzoq muddatli va katta miqdordagi qarzdorliklar. Ipoteka kreditlari bo'yicha to'lovlarni amalga oshira olmaslik yoki banklardan olingan yirik kreditlarni qaytarmaslik. Agar kvartira kredit uchun garovga qo'yilgan bo'lsa, vaziyat yanada jiddiyroq bo'ladi. 2. Asosiy mulkka egalik huquqini buzish. Bu kamroq tarqalgan bo'lsa-da, jiddiy qoidabuzarliklar, masalan, binoning yuk ko'taruvchi konstruksiyalarini ruxsatsiz buzish, uyning umumiy xavfsizligiga tahdid solish yoki uchastkasini noqonuniy egallash kabi holatlarda ham kvartiradan mahrum qilish masalasi ko'rib chiqilishi mumkin. Biroq bugungi videomizda asosan qarzlar bilan bog'liq vaziyatlarga e'tibor qaratamiz. Jarayon odatda quyidagicha bo'ladi. Qarz yig'ilishi. Siz to'lovlarni o'z vaqtida amalga oshirmaysiz. Ogohlantirishlar kredit beruvchi bank, kommunal xizmatlar yetkazib beruvchisi sizga yozma ogohlantirishlar yuboradi. Ularni e'tiborsiz qoldirish eng katta xatolardan biridir.
Asıl sudga murojaat, agar ogohlantirishlar yordam bermasa, kreditor qarzni undirish uchun sudga murojaat qiladi. Asterisk sud qarori, sud qarzni undirish to'g'risida qaror chiqaradi. Asterisk ijro harakatlari, sud qarori ijro varaqasi asosida majburiy ijro byurosi emi tomonidan ijro harakatlari boshlanadi. Dastlab emi qarzdorning boshqa mulkini, hisob varaqlaridagi mablag'larni topishga harakat qiladi. Agar bu yetarli bo'lmasa, yagona turar joyini tortib olish masalasi ko'rib chiqilishi mumkin. Kvartirani sotuvga qo'yish. Agar barcha choralar natija bermasa va qarz miqdori juda katta bo'lsa, sud qarori bilan kvartira kimoshdi savdosiga qo'yilishi mumkin. Kim xavotir olishi kerak? Bir uzoq muddatli va katta miqdordagi kommunal qarzdorligi borlar. Agar siz bir necha oy, hatto yillar davomida gaz, svet, suv, uy-joy kommunal xizmatlari uchun to'lovlarni to'lamagan bo'lsangiz va qarzingiz o'nlab million so'mga yetgan bo'lsa, siz jiddiy xavf ostidasiz. Kommunal xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar endi qarzni undirishda yanada faol harakat qilishmoqda. 2. Ipoteka kreditlari bo'yicha to'lovlarni amalga oshira olmayotganlar. Agar kvartirangiz ipoteka krediti orqali sotib olingan bo'lsa va siz bir necha oy davomida to'lovlarni o'z vaqtida amalga oshira olmasangiz, bankning sizning mulkingizni tortib olish huquqi bor. Ipoteka shartnomasi shunday imkoniyatni nazarda tutadi. Bu eng aniq va tez sodir bo'ladigan holatlardan biridir. O'chiniz, yirik bank kreditlari bo'yicha qarzdorligi borlar, ayniqsa agar kvartira garovga qo'yilgan bo'lsa, agar siz yirik miqdorda bankdan iste'mol yoki tadbirkorlik kredit olib, uni qaytara olmasangiz va kvartirangiz garovda turgan bo'lsa, bank garovdagi mulkni undirishga haqli. Agar kvartira garovga qo'yilmagan bo'lsa ham, lekin sizda boshqa mol-mulk yo'q bo'lsa, unda bank sud orqali sizning yagona turar joyingizga da'vo qilishi mumkin. 4. Asrash kafillik majburiyatlari bo'yicha muammosi borlar. Agar siz biron bir shaxsning kreditiga kafil bo'lgan bo'lsangiz va u shaxs kreditni qaytara olmasa, bu majburiyat sizning zimmangizga tushadi. Agar sizda ham kreditni to'lashga qurbingiz yetmasa, sizning mulkingiz ham xavf ostida qolishi mumkin. Kim xavotir olmasligi kerak? Biriniz o'z majburiyatlarini o'z vaqtida bajaradiganlar. Agar siz doimiy ravishda kommunal to'lovlarni, kredit to'lovlarini o'z vaqtida amalga oshirsangiz, sizning kvartirangizga hech qanday xavf tug'ilmaydi. 2. Asterisk kichik va tezda bartaraf etiladigan qarzdorliklar borlar. Agar sizda oz miqdorda qarzdorlik bo'lsa va siz uni tezda to'lashga qodir bo'lsangiz, xavotirga o'rin yo'q. Sudga berilishdan oldin bu muammoni hal qilishingiz mumkin. 3. Asterisk mulkiga nisbatan hech qanday qonunbuzarlikka yo'l qo'ymaganlar. O'zingizning mulkingizda ruxsatsiz qurilish, rekonstruksiya yoki boshqa qonunbuzarliklarga yo'l qo'ymagan bo'lsangiz, bu sababli ham mulkingizni yo'qotish xavfidan xoli bo'lasiz. Keling, bir nechta aniq misollarni ko'rib chiqaylik. Misol 1. Kommunal qarzdorlik Ahmad aka Toshkent shahridagi ko'p qavatli uyda yashaydi. Uning farzandlari chet elda ishlashadi va pul yuborishadi. Lekin Ahmad aka to'lovlar bilan shug'ullanishni uncha xush ko'rmaydi. Shu sababli u so'nggi 3 yil davomida gaz, elektr energiyasi va uy-joy kommunal xizmatlari uchun to'lovlarni muntazam ravishda to'lamadi. Natijada uning qarzi 65 million so'mga yetdi. Kommunal xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar bir necha bor ogohlantirish xatlari yubordi. Lekin Ahmad aka ularni e'tiborsiz qoldirdi. Nihoyat kommunal tashkilot sudga murojaat qildi. Sud Ahmad akaning 65 million so'm qarzini undirish to'g'risida qaror chiqardi. Ijro varaqasi MIBga yuborildi. MIB dastlab Ahmad akaning bank hisob varaqlarini tekshirdi. U yerda mablag' yo'q edi. Uning boshqa mulki ham topilmadi. Natijada MIB sudga murojaat qilib, Ahmad akaning yagona kvartirasini qarzni undirish uchun kimoshdi savdosiga qo'yishga ruxsat so'radi. Sud qarzning kattaligini va boshqa mulk yo'qligini inobatga olib, kvartirani sotishga ruxsat berdi. Ahmad aka uydan ayrildi va bu uning uchun kutilmagan zarba bo'ldi. Bu misol shuni ko'rsatadiki, hatto yagona turar joy ham jiddiy qarzdorlik tufayli tortib olinishi mumkin. Misol aka ipoteka krediti Dilnoza opa yangi qurilgan uy-joy majmuasini ipoteka krediti orqali 2 xonali kvartira sotib oldi. Uning oylik krediti 1 million so'mni tashkil etardi. Ammo 1 yildan so'ng u ishdan ayrildi va yangi ish topa olmadi. Dastlabki 2 oy u do'stlaridan qarz olib to'lovlarni qopladi. Ammo keyingi 4 oy davomida to'lovlarni umuman amalga oshira olmadi. Bank unga bir necha bor xabarnomalar yubordi va qarzdorlikni qoplashni talab qildi. Dilnoza opa bank bilan bog'lanishga yoki muammosini tushuntirishga harakat qilmadi. Chunki u umidsiz ahvolda edi. 6 oylik qarzdorlik yig'ilgandan so'ng
bank shartnoma shartlarini buzganlik uchun sudga murojaat qildi. Sud bankning talabini qanoatlantirib, Dilnoza opaning kvartirasini qarz evaziga sotish to'g'risida qaror chiqardi. Ipoteka kreditlari bo'yicha banklar uchun garovga qo'yilgan mulkni undirish jarayoni ancha sodda va tezkor bo'ladi. Misol 3. Kafillik va bank krediti. Sanjar aka o'zining do'sti Boburning biznesini kengaytirish uchun bankdan 500 million so'm kredit olishiga kafil bo'ldi. Bobur bir necha oy to'lovlarni o'z vaqtida amalga oshirdi. Ammo keyin biznesida muammolar boshlanib, u kredit to'lovlarini to'xtatdi. Bank Boburni bir necha bor ogohlantirdi, ammo u qarzni qoplashga qodir emas edi. Shundan so'ng bank Sanjar akaga murojaat qildi, chunki u kafil edi. Sanjar akaning o'zi ham o'rtacha daromadga ega bo'lib, bunday katta miqdordagi qarzni to'lashga qurbi yetmasdi. Bank sudga murojaat qildi va sud Sanjar akaning kafil sifatidagi majburiyatini tasdiqladi. Sanjar akaning boshqa mulki yo'q edi, faqat yagona kvartirasi bor edi. Maybe bu holatda ham kvartirani undirishga kirishdi. Chunki kafilning majburiyati asosiy qarzdorning majburiyati bilan teng kuchga ega. Bu yerda e'tibor berish kerakki, hatto o'z kreditlaringizni to'lasangiz ham boshqaning kreditiga kafil bo'lish sizni jiddiy xavf ostiga qo'yishi mumkin. Asosiy qism 2 qoidalardagi istisnolar, tuzoqlar va noaniq nuanslar. Bu yangi qoidalar qanchalik qattiq bo'lmasin, ularning ham o'z istisnolari, tuzoqlari va tushunish qiyin bo'lgan jihatlari bor. Ular haqida bilish o'zingizni himoya qilishga yordam beradi. Qoidalardagi istisnolar. 1. Eng kam yashash maydoni himoyasi. Ba'zi mamlakatlarda fuqaroning yagona turar joyi bo'lsa va uning maydoni qonun hujjatlarida belgilangan eng kam me'yorlardan oshmasa, uni tortib olishdan himoya qilish mexanizmi mavjud. O'zbekiston qonunchiligida bu masala juda aniq belgilangan emas. Lekin sud amaliyotida agar qarz miqdori kvartiraning qiymatiga mutanosib bo'lmasa va qarzdorning ahvoli juda og'ir bo'lsa, sudlar bu masalaga ehtiyotkorlik bilan yondashishi mumkin. Biroq bu mutlaq himoya emas va faqat sudning ixtiyorida bo'lishi mumkin. Eng kam yashash maydoni odatda bir kishi uchun 12 kvadrat metr atrofida bo'ladi. Agar sizning kvartirangiz juda katta bo'lmasa va oilaning yagona turar joyi bo'lsa, sud qarzdorga boshqa turar joy olish imkoniyatini berishi yoki hatto qarzni qismlarga bo'lib to'lashni taklif qilishi mumkin. Ikkisi vaqtinchalik qiyinchiliklar. Agar sizda jiddiy sabablar, ishdan ayrilish, og'ir kasallik, yaqin kishining vafoti tufayli qarzni to'lashda vaqtinchalik qiyinchiliklar yuzaga kelgan bo'lsa, bu haqda kreditorga va sudga darhol xabar berishingiz shart. Sud sizga to'lovlarni kechiktirish, rassroshga yoki qayta tuzilish, restrukturizatsiya imkoniyatini berishi mumkin. Misol uchun, kasallik tufayli vaqtincha mehnatga layoqatsiz bo'lgan odamga sud majburiy ijro choralarini ma'lum muddatga to'xtatib turishi mumkin. Bu albatta qarzdan butunlay xalos etmaydi, balki to'lov muddatini uzaytiradi. O'tdi. Mulkning kimga tegishliligi, tortib olinishi mumkin bo'lgan mulk faqatgina qarzdorning o'ziga tegishli bo'lishi shart. Agar kvartira boshqa shaxslar, masalan, oila a'zolari bilan birgalikda egalik qilingan bo'lsa, ularning ulushlarini tortib olish murakkabroq bo'ladi. Voyaga yetmagan bolalarning mulkka bo'lgan huquqlari esa alohida himoya ostida bo'ladi. Tuzoqlar va noaniq nuanslar. Asrish bexabarlik va e'tiborsizlik eng katta tuzoq. Bu o'z huquq va majburiyatlaringizni bilmaslik, shuningdek banklardan, kommunal xizmatlardan yoki sudlardan kelgan rasmiy xatlarni e'tiborsiz qoldirishdir. Ko'pchilik muammoni e'tiborsiz qoldirsa, u o'z-o'zidan hal bo'lib ketadi deb o'ylaydi. Ammo aslida muammo faqatgina kattalashadi. Har bir rasmiy xatga, ayniqsa sud chaqiruvlariga javob berish shart. Aks holda sizning ishtirokingizsiz sud qarori chiqarilishi mumkin va siz buni faqat ijro harakatlari boshlanganda bilasiz. Ikkinchi, yolg'on va'dalarga ishonish. Ba'zi firibgarlar qarzni oson yo'l bilan hal qilish yoki kvartirani qutqarishni va'da qilib, odamlarning chorasiz ahvolidan foydalanishga urinadilar. Hech qachon shubhali takliflarga ishonmang. Rasmiy yo'llardan og'ishmang va doimo malakali yuristga murojaat qiling. Firibgarlar ko'pincha moliyaviy muammolarga duch kelgan odamlarning umidsizligidan foydalanadilar. Ular sizdan pul olib, hech narsa qilmasdan yo'qolib ketishi mumkin. Aslish hujjatlarining yo'qligi, agar sizda to'lovlar kvitantsiyalari, shartnomalar, sud qarorlari nusxalari kabi muhim hujjatlar bo'lmasa, o'z haq-huquqlaringizni himoya qilish juda qiyin bo'ladi. Har doim barcha moliyaviy hujjatlarni tartibli saqlang. Hatto kichik to'lovlar uchun ham kvitansiyalarni yillar davomida saqlash tavsiya etiladi.
Chunki eski qarzdorliklar bo'yicha bahslar kelib chiqishi mumkin. 4. Astarish hissiy qarorlar. Vaziyat jiddiylashganda odamlar ko'pincha vahimaga tushib, xato qarorlar qabul qilishadi. Masalan, kvartirani juda arzon narxda sotib yuborishga yoki o'zlari uchun noqulay shartnomalarga imzo chekishga rozi bo'lishadi. Sovuq aqlni saqlash va har qanday harakatdan oldin huquqiy maslahat olish juda muhimdir. 5 ishchi. Voyaga yetmagan bolalar va ularning huquqlari. Agar kvartirada voyaga yetmagan bolalar ro'yxatda turgan bo'lsa yoki ularning mulkka bo'lgan ulushi bo'lsa, kvartirani tortib olish jarayoni ancha murakkablashadi. Bunday holatlarda vasiylik va homiylik organlarining ruxsati talab qilinishi mumkin va ular bolalarning manfaatlarini himoya qiladi. Bu esa jarayonni sezilarli darajada sekinlashtirishi yoki hatto to'xtatishi mumkin. Shuning uchun oilasida voyaga yetmagan bolalar bor bo'lgan fuqarolar o'z vaziyatlari yanada murakkabligini bilishlari kerak. 6. Eski muddatli qarzlar davom muddati. Odatda qarzlarni undirish uchun ma'lum bir davom muddati mavjud. O'zbekiston qonunchiligida umumiy davom muddati 3 yil. Ya'ni agar kreditor bu muddat ichida qarzni undirish uchun sudga murojaat qilmasa, u o'z da'vo qilish huquqini yo'qotishi mumkin. Biroq sudga murojaat qilinsa, da'vo muddati to'xtatiladi. Bu har doim ham ishlayvermaydi. Chunki kommunal xizmatlar yoki banklar odatda bu muddatni o'tkazib yubormaydilar. Lekin ba'zi holatlarda bu huquqiy jihatdan himoya vositasi bo'lishi mumkin. Amaliy maslahatlar. Tomoshabin nima qilishi kerak? Xo'sh, bu vaziyatda o'zingizni himoya qilish uchun nima qilishingiz kerak? Mana siz uchun aniq ko'rsatmalar. 1. Qarzlaringizni doimiy nazorat qiling. Har oy kommunal to'lovlar kvitansiyalarni diqqat bilan tekshiring. Qarzdorlik paydo bo'lmasligi uchun ularni o'z vaqtida to'lab boring. Har qanday tushunmovchilik yoki ortiqcha hisoblangan summani darhol kommunal xizmatlar ko'rsatuvchi tashkilot bilan hal qiling. Buning uchun ularning markaziy ofislariga murojaat qiling yoki ishonch telefonlariga qo'ng'iroq qiling. Barcha muloqotlarni yozma shaklda ariza bilan qilishga harakat qiling va ariza nusxasini qabul qilib olganlik to'g'risidagi belgi bilan saqlang. Bank kreditlari bo'yicha bankning mobil ilovalarida yoki shaxsiy kabinetlarda, qarsiy kabinetlarda qarzdorlik holatini muntazam tekshirib turing. Agar biron bir to'lovda kechikish bo'lsa, bank sizga darhol xabar bermasa ham, siz o'zingiz vaziyatni nazorat qilishingiz shart. 2 rasmiy xatlarni e'tiborsiz qoldirmang. Banklardan, kommunal tashkilotlardan, sudlardan yoki MIBdan kelgan har qanday xatni darhol ochib o'qing va uning mazmunini tushunishga harakat qiling. Bu xatlar ko'pincha sizga qarshi boshlanayotgan sud jarayoni yoki ijro harakatlari haqida ogohlantirish bo'lishi mumkin. Agar tushunmasangiz, darhol yuristga murojaat qiling. Ularni axlatga tashlamang. Agar sizga sud chaqiruvi kelgan bo'lsa, sudda ishtirok etishingiz shart. Sudda siz o'z pozitsiyangizni bayon etishingiz, qarzning sabablarini tushuntirishingiz va zarur bo'lsa, qarzni to'lash muddatini uzaytirishni so'rashingiz mumkin. 3. Kreditorlar bilan aloqada bo'ling. Agar sizda to'lovlarni amalga oshirishda qiyinchiliklar yuzaga kelsa, masalan, ishdan ayrilish, kasallik tufayli, zudlik bilan kreditor, bank yoki kommunal tashkilot bilan bog'laning. Vaziyatni tushuntiring va to'lov rejasini qayta ko'rib chiqish, restrukturizatsiya yoki to'lovlarni kechiktirish, deferment imkoniyatlarini so'rang. Ko'pincha kreditorlar ham sudga berishdan ko'ra muammoli qarzdor bilan kelishishga tayyor bo'lishadi. Barcha muloqotlarni yozma ravishda, ariza shaklida amalga oshiring va o'zingizda nusxasini saqlab qoling. 4 huquqiy maslahat oling. Astirish, agar vaziyat jiddiylashayotganini his qilsangiz yoki sizga nisbatan sudga da'vo kiritilgan bo'lsa, imkon qadar tezroq malakali yurist yoki advokatga murojaat qiling. Ular sizning huquqlaringizni himoya qilishga va to'g'ri harakat yo'nalishini ko'rsatishga yordam beradi. Erta murojaat qilish sizning vaziyatingizni yaxshilashga katta hissa qo'shadi. Yurist sizga qarzni kamaytirish, to'lov muddatini uzaytirish yoki sud qaroriga appelyatsiya berish bo'yicha maslahatlar berishi mumkin. 5. Astirish hujjatlarini yig'ish va tartibga solish, barcha muhim hujjatlarni, kvartira hujjatlari, kredit shartnomalari, to'lov kvitansiyalari, bank ko'chirmalari, sud qarorlari, MIB xatlari bir joyda tartibli saqlang. Agar sizda biron bir hujjat yo'qolgan bo'lsa, uni tiklash chorasini ko'ring. Hatto 15 yil oldingi kommunal to'lovlar kvitansiyalarini ham saqlash tavsiya etiladi. 6. Astirish o'z huquqlaringizni bilib oling. O'zbekiston Respublikasining ijro etish to'g'risidagi qonuni va fuqarolik protsessual kodeksi bilan tanishib chiqing. Bu
bu hujjatlar ijro harakatlari qanday amalga oshirilishi, sud ijrochilarining vakolatlari va sizning huquqlaringizni belgilaydi. MIB xodimlari tomonidan amalga oshiriladigan har qanday harakat qonun doirasida bo'lishi kerak. Ular sizning roziligingizsiz yoki sud ruxsatisiz mulkingizga kirishga, uni tortib olishga haqli emaslar. Agar ularning harakatlari qonunni buzayotganini his qilsangiz, shikoyat qilishga haqlisiz. Asterisk noqonuniy qayta qurish va o'zgartirishlar. Agar siz kvartirangizda yuk ko'taruvchi devorlarni buzish, qo'shimcha qurilish qilish yoki boshqa jiddiy o'zgartirishlar qilishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, albatta tegishli davlat organlaridan, masalan, qurilish bo'limidan, shahar arxitekturasidan ruxsat oling. Ruxsatsiz amalga oshirilgan o'zgartirishlar binoning xavfsizligiga tahdid solishi va jiddiy huquqiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Shu jumladan kvartirani sud orqali sotishgacha. Agar siz allaqachon ruxsatsiz o'zgartirishlar qilgan bo'lsangiz, ularni qonuniylashtirish yoki dastlabki holatiga qaytarish yo'llarini o'rganing. 8. Asta sud va ijro jarayonida bo'lsangiz. Vahimaga tushmang. Vaziyat qanchalik og'ir bo'lmasin, har doim yo'l topish mumkin. Sudda o'z ahvolingizni tasdiqlovchi dalillarni, ishdan ayrilganlik to'g'risida ma'lumotnoma, kasallik varaqasi, daromadlar to'g'risida ma'lumotnoma taqdim eting. Suddan qarzdorlikni bo'lib to'lash, rassrochka yoki to'lov muddatini uzaytirishni so'rang. Agar sud qarori sizga adolatsiz tuyulsa, belgilangan muddatlarda yuqori instansiya sudlariga apellyatsiya yoki kassatsiya shikoyati berishga haqlisiz. Majburiy ijro byurosi xodimlari bilan qonun doirasida hamkorlik qiling, lekin ularning vakolatlarini ham biling. Agar sizning huquqlaringiz buzilayotgan bo'lsa, MEB rahbariyatiga yoki prokuraturaga shikoyat qilishingiz mumkin. Xulosa va yakuniy chaqiriq. Shunday qilib, aziz do'stlar, kvartiralar tortib olinadi degan sarlavha shunchaki bo'sh gap emas, balki qarzlar, to'lov majburiyatlarini bajarishdagi jiddiy muammolar yoki qonunbuzarliklarning achchiq oqibati bo'lishi mumkin bo'lgan real xavfdir. Ammo eng muhimi shundaki, bu vaziyatning oldini olish mumkin va uni nazorat qilish sizning qo'lingizda. O'z moliyaviy ahvolingizga e'tiborli bo'ling, o'z vaqtida to'lovlarni amalga oshiring. Rasmiy xatlarni e'tiborsiz qoldirmang va eng kichik muammo paydo bo'lganda ham mutaxassislarga murojaat qilishdan tortinmang. O'z huquqlaringizni bilish va ularni himoya qilishga tayyor bo'lish sizning eng muhim himoya vositangizdir. Umid qilamanki, bu ma'lumot siz uchun foydali bo'ldi va o'z uyingizni asrab qolishda sizga yordam beradi. O'z fikrlaringizni izohlarda yozing. Bu mavzu bo'yicha savollaringiz bo'lsa, albatta yozib qoldiring. Videoga like bosing va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Shunda muhim huquqiy masalalardan doim xabardor bo'lasiz. E'tiboringiz uchun rahmat.